Hayırlı gün, kadirli Türkümdeşler. Çayxana номер 1 bizning. Qonaqda bizda bugün Damir Abu Isakov Татарстанdan Ruslan Aysin. Alhamdulillah biz bek shod. Shunday kinat ko'rishuv bizning kelib chiqdi betindi. Ham sirisi kelar nindi yillar sizni bizning yoqlarga tashladi. Muhtaram Ruslan afandi. Ham endi Sadmar tatarlarına narsa aytasiz kelar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum qadrli din millat qardoshlarim. Biz endi birdan millat kishilari bo'larak qo'yingina bo'lmasak da Qatar Avraziyaning bor kengliklari shunga ko'ra Tun okean yanida da Kaliningradda da baksang tatar yashay. No ayiruvchi endi mana bu Samar, Saratov yerligida, umuman Bishariston yerligida tatarlar bek aniq yashay, bek to'planib ham tatu yashaylar. Ham endi albatta men aytib qo'yam, tatarlar u sifat belgisi. Shunga ko'ra biz qoyada 50-100 ming kishi bo'lsak da biz baribir Mало numanyashkaq da. Biz tatar qoya bo'lsa da o'zining ruhiy, o'zining milliy diniy turmushin keli uyushtira, masjid salami, sabantu uyushtirami, maktab ochami, baribir tatarga xos, chunki biz zo'r imperiyalar, zo'r davlatlar tutgan millat. Shunga ko'ra bu bizning qonimizda singan genlarimizda bor. Endi Samarda men bir necha taqdir bo'lganim bor. Mana donliqli Alkin avulida, G'ali avulida birinchi 10-yilda butun Rossiya avullar sabanto'yinda qatnashib qatnashdim. Men zo'rgina avul ishmakarlar o'zlarining turmushlarini uyushtirarlar. Barlig'ida deyarli dinda bittalar, aqllar, shunday kishilar. Ham birsida men bir zo'rgina maqolada yozdim. Butun Rossiya bo'ylab avullar bita. Tatar avullari kirisincha chachagata. Mana o'rtalazanda bo'ldi. Bir yillik masalan 10 necha tegay. Bugungi kunda 11 necha. Zo'r kibitlar, chachagatalar davlatdan bir tiyin daqshadi. Shunga ko'ra tatarga gina tayanib Rossiyaning kelajagi. Bunda kelganda bizning mana ko'rinakli g'animimiz Damir Afandi Isakov, ko'rinakli tarixchi, Tatar milliy harakatining ideologi, haydab boruvchisi, mana deputatlikka nomzod bo'lib bora kandidat Maksim Shevchenko partiyasidan, Maksim Shevchenko partiyasining yetakchisi, lideri. U endi gel musulmonlarni, tatarlarni, bizning tilimizni gel yoqlab chiqa. Bu haqda mass ma'lumot charalarida, o'zbek Moskvalarda, o'zining kanallarida gel aytib qo'ya. Biz shunga ko'ra ularga rahmatlimiz. Chunki mana bu darajadagina u birdan bir kishi kim bizning problemalarni ko'tarib, bizni anglaydi. Shunga ko'ra biz uning bilan birga harakat etarga hal qildik. Endi men 15 yilga yaqin bilan biz do'stlarmiz. Damir bilan ham mana millatdoshlarimizni bu partiyaga, bizning tatarlarga, Damir bilan tavsiya beriga andim chaqiram. Chunki bizning kishi bularga tez davlatimiz. Tatar kishisi kimda kim chin ravishda yuragi bilan, ko'ngli bilan millati, respublika turida, bizning jamiyat turida yonibdi. Bu endi bizning inqilobga, revolyutsiyaga qadar bizning deputatlar bo'lgan davlat dumasida, musulmon fraksiyasi bo'lgan, hatto bizning Sadri Maqsudilar, Yusuf Akchurlar tribunadan Fin davlatına, Fin knyazostosuna beysizlik bergan aytdilar. Ham finlar shuni esda tutib, hali da bizning tatarlarimizga, qaysilar Finlandiyada yashay, hali da rahmat qilalar. Chunki ularning deputatlari yo'q edi. Umuman tegi periferiyniy tatar u vaqtda Sadri Maqsudi, Yusuf Akchura, G'ayas Haqiy Türkiye davlatına negiz çalışıyorlar. Birisi konstitutsiyasini yazgan. İkisi de Atatürk'ün kengashchilari bo'lgan til bo'yicha, huquq bo'yicha ham tarix bo'yicha. Shunga ko'ra tatar bu davlat sistemasini uyushtirala ham biz unda qatnashishga tayyormiz. Kechiksiz ham endi aziz millatdoshlar, sizga
Сезгә салам алейкум, шулай тату. Дус яшәгез һәм бергә. Самары татар мөселманнарынан, Татарстан татар мөселманнарына олы һәм кайнар сәламнар. Без шунда юнәлеп торабыз, карап торабыз. Самарда яшәсәк тә сезне күзәтеп торабыз һәм сезнең эшләрегезне күреп җимешле булыр дип ышанабыз, дуа кылып торабыз. Аллаһы безгә ярдәмче булсын. Алла ихтирам белән барыгызга да расих ваккас. Рахмат.